Qaranglar qizlar, mana meniki 4-chi kuni oldi chechimlikka. Ko'ramanmi? Odatda mendan eng ko'p so'ralgan savol chechingizni bek ko'p o'yilgan sizda qanday chash asrashib borsiz degandek savollarda bugun men o'zimning chechimni qanday asrayman shu jarayonimni sizlarga ham bahrlayamsa men oldi bilan shu chechimni yuvishdan burun shu Sinforaninki sehrli taq bilan shundoq tekshi tarab tushib ketmoqchi bo'lgan chashlarni bir-bir tarash orqali tushirayman-da. Undan keyin chechimning uch qismini tekshi nimda olgandan keyin chechimning uch qismiga xufa suv emas jumon qizlar shu chash oqsilni har qandoq chash oqsilni sursanglar bo'ldi. Endi men sizlarga alohida tashabbus qilganim men o'zimning davomli turda ishlatib kelayotgan Sinforaning chash yurishligini tashabbus qilaman. Mush chash yurishligiga, chash oqsiligiga shu Sinforaning chash oqsilni chechimning uch qismiga tekshi surib sangdirgandan keyin uningdagi 10 minutdan 20 minutgacha atrofida turg'izman. O'chaqcha o'zimizning boshqa ishlarni qilib olsak bo'ladi. Uningdan keyin shu vaqt to'shqandan keyin shu chash oqsilni pak chaqib yuvitaman qizlar. Suvning temperaturasi pek yuqori bo'lmasligi kerak, faqat 40 gradus atrofida bo'lsa qo'l ko'ymidek holatda. Undan keyin chash oqsilni pak chaqib yuvib chiqaryapman. Cho'qqin pak chaqanlar mush nuqtami pek muhim. Undan keyin chashni yuvish bosqichiga keldik-da. Chash supini mush chashning uch qismiga surib, mazg'ab chiqargandan keyin mazg'abni mush chashning yildiz qismiga surib, yenlik o'g'layman. Mush boshning teri qismiga zaxm yetib qolishdan saqlanish uchun mush tirnoqimiz bilan emas, balki mush barmoqlarimizning uchi yumshoq tarafi bor. Shuning bilan o'g'lash, yenlik o'g'lashib qolsanglar bo'ldi. Men shunday qilaman. Beshimiz shunday rahatlangandek his qilgandan keyin uni pak chaqasak bo'ladi. Mush chayqash nuqtasiga pek alohida diqqat qilinglar qizlar. Pak chaqash ipamisalar har qanday isil chash supini ishlatsangiz chechingiz yanada o'xshashligini nacharlashadi. Chash tushish masalasini qat'iy anglamaysiz. Chashni pak chaqib bo'lgandan keyin endi chechimning uch qismiga yana bir qatim chash oqsilni beraman-da. Chunki chechim haddidan ziyoda qurg'oq, shunga chechimni shu chechimning qurg'oq bo'lgan uch qismiga yana bir qatim oqsil to'lqashib borman. Bu 1-2 minut turg'izgandan keyin o'zinglarimiz ko'rib turganinglardek qisqagina vaqtning ichida chechim degan siliq bo'lib ketdi-da. Shunga Sinforaning chash yurishligini shunchalik yaxshi ko'raman-da. Chash supini yuvib bo'lgandan keyin chechim haddidan ziyoda qurg'oq bo'lg'achqa jigilishib qoladi, yig'ilib bir yo'q uchun. Mush chash oqsilni ishlatgan keyin chechim o'zini tashlablan xuddi satrashxonning o'zida necha qo'yga asrashib qolgandek bo'lib ketdi-da. Meningdek shunday chash masalasini oid eg'ir bo'lgan shunday qurg'oq chechimni shuncha esl qilayotgan chash yurishlik har qanday qadamga yormay qolmaydi deb o'ylayman. Va faqat birdan-bir to'g'ri bo'lgan chash yuvish usulini deb olgan har qanday inson Sinfora chash yurishligidan xuddi mendek ayrilmay qoldi deb o'ylayman. Hamda navbatda chash oqsilni pak chaqib yuvamiz. Pak chaqashni qat'iy unutmanglar. Yana bir qatimda mayli men tashabbus qilgan Sinfora chash yurishligini ishlatanglar yoki boshqa chash yurishligini ishlatang, cho'qim har bir bosqichdagi chash yuvish, chash chaqash usullarini cho'qim to'g'ri berang. Bu nuqtalarga diqqat qilsangiz har qancha esil chash yurishlik ishlasangiz chash masalasidan qutulolmaysiz. Endi chashlarimizni pak chaqib yuvib tayyor bo'lib oldik. Endi chash quritishmi bir hunar ekan do'stlar. Men burun faqat diqqat qilmaydim. Bu nuqtani alaydim o'yimga. Chash quritgan vaqtda lungi bilan chashni qattiq o'g'lab quritmanglar. Chash pek ziyonliga. Yenik bisib suvni sumirgandan keyin o'zining tabiiy qurishiga qo'yib bersanglar, chechinglar kundan kunga yaxshi bo'lish qarab maqdi ekan do'stlar. Men odatda endi haftada bir qatim chechimni shunday asrashib borman. Bir qatim normal holatda chash supini yuvib, undan keyin chash oqsilni ishlatib yurgan bo'lsam, yana bir qatimlig'iga oldi bilan chechimning uch qismini namda bilib, xuddi yuqorqi usuldagidek usuldan foydalanib turib chash asrashib borman do'stlar. Undaq bo'lsa, mening bu shu chash asrash usulini yaxshi ko'rdingizmi? Men sizlarga ham berilgan usul orqali yuvib ko'rib beqinglar. Cho'qim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. O'zinglarning chash yurishligini ishlatib, mush usul bilan foydalanib yuvib ko'rib beqinglar. Va yoki bo'lmasa, men ishlatgan Sinfora chash yurishligiga ehtiyojinglar bo'lib qolsa, mening doim bosh betimga kirib, mos etish ko'zingga kirsanglar, shu yerda bosh, shu yerdan setib, ishlatib ko'rib baqsanglar bo'ldi do'stlar. Undaq bo'lsa, yaxshi mazmunlar bo'lsa, sizlarga davomli turda ham bahrlash qilma. Kelar qatimliq vlogimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.